Juda ko'p iltimoslarga binoan ko'p so'ralayotgan mahsulotlardan biri Semesterning 30 kilovatli stabilizator ana endi yetib keldi. Ko'p so'ralgan mahsulot. Ilgari bizda lateralniy stabilizatorlar bo'ladi. Ular katta, og'ir va qo'polroq bo'lardi. Semesterniy stabilizatorlar so'ralayotgan edi. Aynan butun xonadonni ta'minlash uchun 30 kvalik. Nimaga 30 kvalik? Elektromobil bo'ladigan bo'lsa ham, boshqa оборудование bo'ladigan bo'lsa ham, bu pafazna o'zida mощностьlarni ko'tarib berish imkoniyatiga ega. Ushbu stabilizatorimiz ancha ixcham va texnologik ancha ustunligi bo'lganligi uchun juda ma'qul hisoblanadi. Ushbu stabilizatorda oldingi stabilizatorlardan farqli o'laroq qo'shimcha funksiyalari bor. Oldingi stabilizatorlarimizda kirish kuchlanish, chiqish kuchlanish va uni yuklamasini ko'rsatadigan bo'lsa, bunda temperaturdagi datchiklari ham bor. Bu degani, buni ichidagi haroratini qanchalik darajadaligini ko'rsatish imkoniyatlari bor. Ya'ni o'zini himoya qilish darajasi yanada oshgan. O'zgarishlardan yana biri kabel ulanish qismi stabilizator orqa qismida berilgan. Bu nima qulaylik beradi? Podключение vaqtida ko'pincha kabel oldi tarafga o'tkazish juda qiyinchilik keltiradi va xavfli hisoblanadi. Bu orqa tarafdan bo'lganligi uchun kabel podключение joylari stabilizator orqa qismida qolib ketganligi uchun bu xavfsiz hisoblanadi. Va shu yerning o'zida qaysi stabilizatorga qanday secheniya kabel tanlanish kerakligini ko'rsatib o'tilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda bypass переключенияsi va liniya подключенияsi va buni yoqila olmaydi. Buni o'chirgan holatda переключение berib, keyin bypass rejimini yoqishingiz imkoniyatlari bor. Bu yerda kontaktlari baquvvat qilib ishlangani uchun va nakonechnik bilan qilingani uchun bu juda ham xavfsiz hisoblanadi va buni katta gabarit avtomatda berilganligi uchun buni himoya tizimi yanada oshdi. Ushbu stabilizator oldingilarga nisbatan ancha yengil va uni bitta odam ko'tara oladi. Undan tashqari sizni yuklamaysiz va kuchlanishingiz hisobga olgan holatda qanday stabilizator tanlash kerakligi haqida bu yerda tablitsasi bor. Bu haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, yozib qoldiring.